Hammaga salom. Agar Unreal Engine'ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Unreal Engine 5 ni bizning kanalimizga hozirdan a'zo bo'lib qo'yavering, chunki Unreal Engine 5 ni o'rgatadigan bir nechta dars chiqarishni planlashtirib va bu birinchi dars va quyidagi narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'sha kompyuterga qo'yiladigan talablar, Unreal Engine o'rnatish. Bu haqida batafsilroq videomiz ham bor, lekin bu yerda qisqacha ko'rsatib ketamiz. Bundan tashqari interfeys bilan qisqacha tanishamiz, navigatsiya qilish, sahnada harakatlanish va level yaratishni ko'ramiz. Agar kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, albatta a'zo bo'lib qo'ying, chunki kanalimizda Blender, Unreal Engine bo'yicha juda ham foydali darslar ko'p narsani o'rganasiz. Demak, boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib Unreal Engine ni yuklab olishimiz kerak. Yuklab olishdan ham oldin bizni kompyuterimiz u programmani ko'taradimi, yo'qmi? Agar ko'tarmasa, birovni kompyuterini olib, shundan foydalanishingiz mumkin yoki kompyuteringizni biroz kuchaytirishingiz mumkin. Lekin minimal xarakteristika, menimcha, hozir hamma kompyuter, juda ham ko'p kompyuterlarda bor. Hozir ko'rib chiqamiz. Xullas, Google ga kirib Unreal Engine deb yozamiz yoki Unreal Engine download deb yozamiz va mana bu birinchi linkka kiramiz. Va bu yerda sizga qadamlar berilgan, qanaqa download qilish kerak, qanaqa o'rnatish kerak. Bundan oldin kompyuterimizga qo'yiladigan talablarni qisqacha ko'rib chiqmoqchi edik. Mana turli xil operatsion sistemalar uchun talablar Windowsni ko'pincha biz tavsiya qilamiz. Xo'sh, bu yerda talab, minimal talab qanaqa? Windows 10 bo'lishi kerak, 64 bitli, 4 ta yadroli Intel yoki AMD protsessor, 2,5 GHz yoki undan tezroq. Kamida 8 GB operativ xotira bo'lishi kerak va DirectX 11 yoki 12 ni podдержка qiladigan video karta bo'lishi kerak. Lekin bu minimal talablar, bu bilan Unreal Engine ni ochib biroz o'rganishimiz mumkin, lekin ko'p ish qilish qiyin. O'rtacha talablarni aytadigan bo'lsak, oxirgi 3-4 yilda chiqqan Intel i5, i7, i9 protsessorlari yoki undan yaxshi yangi protsessorlar, AMD da ham xuddi shunaqa oxirgi 3-4 yilda chiqqan Ryzen 5, 7-9 yoki undan yaxshi protsessorlarni tavsiya qilamiz. Operativga 16 bo'lgani yaxshi, kamida, bu ham asli katta loyihalar uchun kamlik qiladi, lekin 8 hozir biroz kamroq. DirectX 11, 12 ni podдержка qiladiganligi, asosan 12 ni qo'llab-quvvatlaydigan video karta kerak, chunki Unreal'dagi oxirgi texnologiyalar, masalan, yorug'lik texnologiyalari yangi video kartadagina ishlaydi, eski video kartalarda ishlamaydi. Endi men shu yerda qisqacha, agar siz o'zingiz kompyuteringizni talabga javob beradimi, yo'qmi, uni xarakteristikasi qanaqaligini bilmasangiz, uni bilib olishni ham ko'rsataman hozir. Xullas, Windows pusk deymiz, pusk tugmasi, Windows tugmasi bitta, pusk bilan X ni bosamiz. Windows 11 da, bu 10 da ham adashmasam bordi bu narsa va Task Manager, dispetcher zadash rus tilida o'shanga kiramiz va mana bu yerga performance ga kiramiz. Bu производительность deyilardi. Mana shu yerda sizni kompyuteringiz xarakteristikasi yaxshilab ko'rsatib qo'yiladi. Windows 10 da ham, 11 da ham bor bu narsa. Birinchi CPU bu protsessor. Xo'sh, i5 14-pokoleniya, mana 3,5 GHz. Xullas bo'ladi. Hozirgi Unreal Engine ga bemalol ishlaydi. Memory bu operativ xotira, 32 GB, operativ xotiraning tezligi. Albatta SSD bo'lishi kerak. Bu narsa aytilmagan, lekin bu juda ham muhim. SSD bo'lgani yaxshi. Va albatta video karta. Video karta GPU deb yoziladi. Adashmasam, endi rus tilida ham shunaqa edi shekilli, bilmadim. Va mana bu yerda video kartangizni pokoleniyasi hamma balosi va mana bu yerda necha gigabayt video karta borligi. Demak, kompyuterimiz bilan qisqacha tanishib olganimizdan keyin, agar u hech bo'lmasa minimal talablarga javob bersa, biz ishni davom ettirishimiz mumkin. Unreal Engine o'rnatish uchun birdaniga Unreal Engine o'zi yuklab olinmaydi. Epic Games Launcher birinchi yuklanadi. Mana bu yerda step 1, step 2 deb qo'yibdi, ya'ni birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadam. Birinchi launcherni yuklanadi. Bosamiz, yuklab olamiz. Aslida Unreal Engine yuklash, o'rnatish, kompyuterga qo'yiladigan talablar degan video bor, uni ham ko'rishingiz mumkin batafsilroq ma'lumot uchun. Bu darsda qisqacharoq qilamiz. Demak, launcherni o'rnatganimizdan keyin Epic Games ga login qilib kirishimiz kerak. Registratsiyadan o'tib, Google bilan kirib ketish juda ham oson. O'rnatish kerak. Albatta, yuklab olgandan keyin o'rnatib, unga registratsiya kirganimizdan keyingina biz Unrealni o'rnatishimiz mumkin. Hozir men Epic Games launcherni ochaman, o'rnatganman. Xo'sh, Epic Games launcherni ochganingizda taxminan shunaqa bo'ladi yoki mana bu store'da turishingiz ham mumkin. Ya'ni store, bu Epic Games Store, bu yerda o'yinlarni yuklashingiz mumkin. Lekin siz mana bu yerga Unreal Engine degan joyga bosishingiz kerak. Bu yerda Unreal Engine bo'yicha oxirgi yangiliklar, biz esa libraryga kiramiz. Xo'sh, bu yerdan siz Unreal Engine yuklab olishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'ladi, hech narsa yo'q bo'ladi odatda. Hech narsa bo'lmagandan keyin mana bu yerda Engine Versions degan joyda plus bu plusni bosasiz va mana bu yerdan kerakli versiyani tanlaysiz. Eng oxirgisi odatda yaxshi bo'ladi va o'shani installni bosib o'rnatib olasiz. Hozirda yaxshi ishlayotgan variant bu 5 va 6. Va buni o'rnatgandan keyin shu yerdan launch qilsangiz bo'ladi yoki mana bu yerdan ham launch qilsangiz bo'ladi birorta versiyani.
Demak, launchni bosamiz va Unreal Engine'ni ochilishini kutamiz. Unreal Engine'ni hozirgi versiyalarini birinchi ochganda mana shunaqa oyna paydo bo'ladi. Umuman birinchi marta ochilishi ancha uzoq vaqt olishi ham mumkin va birinchi proyekt yaratishimiz ham ancha uzoq vaqt olishi mumkin. Xullas, Unreal Engine'ni ichini o'rganish uchun albatta bitta proyekt yasab, buni proyektni ochishimiz kerak. Bu yerda turli sohalar bo'yicha proyekt yaratish imkoniyati bor. Misol uchun Games bu eng umumiy imkoniyatlarni ko'rsatib beradi. Recent Projects bu yaqinda yaratgan proyektlaringiz. Albatta birinchi marta o'rnatganimizdan keyin bizda bu narsa bo'sh bo'ladi. Bizga bir nechta template berilgan. Gamesda umuman boshqalarda ham templatelar bor, lekin Gamesda eng umumiy imkoniyatlarni ko'rish uchun mana shu Games kategoriyasi yaxshi. Bu yerdan siz biror template tanlaysiz. Biz blankni tanlab qo'ya qolamiz, ya'ni bo'sh degani. Xo'sh, bu yerda ko'p narsa qilishimiz shart emas. Proyektni lokatsiyasi qayerda joylashishi, mana bu papkani bosib kerakli lokatsiyani berishingiz mumkin. Kompyuteringizni istalgan joyga saqlash uchun. Keyin proyekt nomini o'zingiz xohlagan nomni nomlasangiz bo'ladi. Bu yerda proyektimiz Blueprint yoki C++ da ishlashini belgilab beramiz. Bu shart emas. Buni keyinchalik ham o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu narsalar hammasi joyida turgani ma'qul. Demak, interfeys bilan qisqacha tanishamiz. Unreal Engine'ni birinchi ochganimizda mana shunaqa interfeys. Bu yoqda mana bu katta joy bu viewport va viewportga bundoq aylanib qarayapman. Faqat o'ng tugmani bosib turgan holatda. Chap emas, o'rta emas, o'ng tugmani bosib aylantiryapman. Xo'p, bu navigatsiyaga yana ham chuqurroq kiramiz hozir. Tanishib olganimizdan keyin va bu yerda e'tibor qilsangiz, hamma narsa sizga tayyorlab qo'yilgan. Misol uchun yer, osmon, bulutlar, quyosh hammasi. Bu narsani noldan yasasak ham bo'ladi. Demak, viewportda eng tepadan boshlaymiz. Eng oddiy narsa bu programmani menyusi. Bu обычный menyu, file, edit va boshqa narsalar. Bularga chuqur to'xtalamiz. Mana bu yerda bizning proyektimizni nomi va asosiy qism bu level editor. Ya'ni mana bu yerda levelimizning nomi bor va mana shu level editorning ichida kichkina boshqa editorlar ham bor. Birinchi eng kattasi bu viewport. Juda ham muhim joy. Buni albatta har doim ochiq turadi va biz proyektimizni hammasi mana shu yerda quramiz. Xo'sh, buni yonida bizda outliner bor. Outliner mana shu sahnamizda viewportda ko'rib turgan hamma narsamiz mana shu joyda joylashgan. Buni misol uchun mana bu yerdan masalan landscape bor, landshaftni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi yoki umuman quyoshni olib tashlasak bo'ladi. Directional lightni olib tashlayman, hamma joy qop-qorong'i bo'ladi. Olib tashlaman, shunchaki yashirib qo'ydim mana. Xullas, outliner kimdir Blenderda ishlasa juda ham yaxshi bo'ladi. Outliner bu mana bu yerdagi narsalarning hammasini, obyektlarni ro'yxat shaklida ko'rinishi. Unreal Engine tilida bu narsalar actor deyiladi. Sahnadagi har bitta joylashtirilgan obyekt bu actor deyiladi. Aktyor. Va outlinerni pastida bizda details paneli bor. Details bu propertiesga o'xshagan narsa. Xullas, har qanday aktorni tanlasak, o'shanga mos propertilar, uni xususiyatlari, uni imkoniyatlari, funksiyalari, u bilan qilishimiz mumkin bo'lgan hamma narsa mana shu details panelida chiqib keladi. Va nihoyat mana bu pastdagi hududimiz bu content browser. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi content browser deb. Bu nima degani? Bu xomashyolarimiz turadigan narsa. Unreal Engine tilida bu narsalar assetlar deyiladi. Hamma assetlarni mana shu yerga tashlaymiz va o'zimizga keraklisini sahnamizga joylashtiramiz. Sahnamizga joylashtirgandan keyin u aktorga, ya'ni aktyorga aylanadi. Aktor. Xomashyolarimiz odatda mana shu content degan papkaning ichida turadi. Mana bu yerda engine degan papka ham bor. Buni ichiga odatda biz kirmaymiz, chunki bu Unreal Engine'ning o'ziga tegishli bo'lgan, ko'pincha o'zgartirmaydigan narsalarimiz o'sha joyda turadi. Xo'sh, Unreal Engine'da o'zi odatda biz proyekt yaratamiz va proyektni eng katta bo'laklari, qismlari bu level yoki maplar deyiladi. Chunki Unreal Engine asosan o'yin ishlab chiqarish uchun yaratilgan dastur bo'lgani uchun o'yinga moslangan. O'yinda levellar bo'ladi. O'shuning uchun bu yerda ham bizning har bitta proyektimiz levellarga bo'lingan bo'ladi. Buni yana ham yaxshiroq tushuntirish uchun mana hozir mana shu viewportda ko'rib turgan narsamiz bitta level bu. Va mana shu levelimiz ichida turli xil aktyorlar bor. Tasavvur qiling, mana shu o'yin deylik. Va biz yangi levellar yaratishimiz mumkin. Undan oldin mana shu hozir Unreal Engine bizga birinchi ochib bergan levelni o'zimiz saqlab olamiz. Chunki bu hali saqlanmagan. Hozir chiqib ketsam bu narsa saqlanmaydi. Keling, mana shu content browserning ichida content degan papkani ichida turibmiz. Mana all emas, content degan papkani ichida. Mana shu yerga o'ng tugmani bosib yangi papka ochamiz va uni maps deb nomlaymiz. Levellar map ham deyiladi. Ichiga kiramiz va mana shu yerga saqlaymiz. Control S birdaniga levelni saqlashimizni so'raydi. Kiramiz mapsning ichiga va saqlaymiz. Ko'rib turibsiz, levelni nima deb saqlash degan savol tushdi-da, bu yoqda ismga new map deb qo'yibdi.
Ya'ni map bilan level bitta narsa desa ham bo'ladi. Istalgan narsa bilan saqlab qo'yishingiz mumkin. Save. Mana bu yerda saving map deb turibdi. Demak, bizani yangi levelimiz saqlandi. Men shunchaki maydon deb nomlab qo'ydim. Ana endi men bu narsalar asosan levelga tegishli ekanligini ko'rsatish uchun men yangi bitta level yarataman. O'ng tugmani bosamiz. New level. Bu yerda endi qarang, new world deb taklif qilyapti. Bosamiz. Demak, world, map, level degan so'zlar deyarli bir-biriga sinonim qilib ishlatilyapti Unreal'ning ichida. Endi mana shu new worldni ochamiz. Ustiga ikkita bosaman. Saqlamaymizmi new worldni deb so'rayapti. Demak, saqlaymiz. Va mana yangi levelni ochdim. Bu narsaning nomini mana bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi. Level editorning tepasida. Ya'ni new world hozircha hech vaqo yo'q. Ana endi boyagi default levelga qaytamiz, chunki bizning levelimiz 0 dan hozircha qurib o'tirmaymiz, chunki biz hozir sahnada harakatlanishni o'rganmoqchimiz. Men bu maydon deb nomlangan, lekin aslida default bo'lgan levelga kiramiz. Ikkita bosaman va haligi bizga tayyor qilib qo'yilgan hamma narsalar joylashtirilgan levelga qaytib keldik. Xo'sh, ana endi sahnada harakatlanishni qisqacha ko'rib chiqamiz. Bu xuddi o'yinlardagi bilan bir xil WASD knopkalari bilan boshqariladi odatda. Va bu vaqtda siz o'ng tugmani bosib turishingiz kerak. Chap tugmani emas, o'ng tugmani, ya'ni sichqonchani o'ng tugmasini bosib turamiz. Demak, W ni bossak oldinga yuradi. Hozir e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, sezayotgan bo'lsangiz, yuryapti oldinga qarab. Lekin juda ham sekin. Buni bitta sababi sahnamiz haqiqatan ham katta va o'shaning uchun ham bizning harakatimiz sekin. Buni albatta tezlashtirish mumkin. Ya'ni mana bu yerga kelamiz. Camera speed degan narsa bor. Camera speed 1 da turibdi. Keling buni oshiramiz. 3 ga oshirdim. Va endi o'ng tugmani bosib, W ni bosaman, anchagina tez harakatlanyapman. Xo'sh, bu ham biroz sekinlik qildi-yu, lekin hozircha bo'ladi. Endi mana shu yerda yana bitta narsani o'rgatmoqchiman. Ya'ni bu harakatni biz harakatlanayotgan vaqtda ham o'zgartirishimiz mumkin. Tezlikni demoqchiman. Ya'ni o'ng tugmani bosamiz, W ni bosib oldinga yuramiz va mana shu ikkita tugmani ham bosib turgan holatda mushkani o'rta knopkasini aylantiramiz. Oldinga aylantirsak tezroq yuramiz mana. Orqaga aylantirsak sekinroq yuramiz mana. Orqaga aylantirsak orqaga yurib ketmaymiz, shunchaki sekinroq yuramiz mana. Hozir tezroq yuryapman va men sekinlashyapman. Ya'ni harakatlanayotgan vaqtda o'sha knopkani, mushkani o'rta knopkasini aylantirish orqali biz tezlikni nazorat qilishimiz mumkin. Kamera ikonkasida ham ko'rib turibsiz tezlikni o'zgarayotganini. Xo'sh, bu yerda yana bitta narsa, agar siz biror joyga tezroq yetib olishni xohlasangiz, o'sha joyda turgan narsani belgilab F ni bossangiz oldiga borasiz. Bu sahnamizda hech narsa yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin ko'p aktyorlar bor bu yerda. Hamma sahnaning o'rtasida turibdi. Masalan, olaylik mana directional light. Bossangiz mana bu yerda turganini ko'rishingiz mumkin. Uni aynan qayerda turganligini mana bu yerda ham ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, location, rotation, scale. Location 000, ya'ni dunyoning markazida turibdi. Mana endi mushkani sahnaga olib kelib F ni bossangiz, o'shani oldiga kelasiz. Xo'sh, biror joyga qanaqa yurishni qisqacha ko'rdik. Xullas, oldinga yurish uchun W, orqaga yurish uchun S, o'ngga D, chapga A. Xuddi o'yinlar singari. Menimcha Unreal Engine o'rganayotgan odam baribir o'yinlardan xabardor bo'lsa kerak. Xo'sh, bundan tashqari biz tepaga harakatlanish uchun I ni bosamiz, E harfini, pastga Q ni bosamiz, Q harfini. Xo'sh, bu yerda boshqa knopkalarni ham ishlatishimiz mumkin. Sichqonchadagi, masalan, o'rta tugmani bosib pan qilishimiz mumkin, yo'qdan bu yoqqa yurishimiz mumkin. Hatto chap tugmani bosib ham yurishimiz mumkin. Oldinga, orqaga, o'ngga, chapga, lekin tepaga pastga yurmaydi. Atrofga shunchaki qarash uchun hozir aytganimdek o'ng tugmani bosib atrofga qarashimiz mumkin. Va yana bitta juda ham foydali navigatsiya usuli, birorta obyektni belgilab, alt tugmasini bosib turgan holatda chap tugmani bosib o'sha obyektni atrofida aylantirsak bo'ladi, agar o'sha obyekt bizning markazimizda bo'lsa. Ya'ni men bu obyektni belgilab F ni bosaman va alt tugmani bosib turib, chap tugmani bosib o'shani atrofida aylanishim mumkin mana. Demak, videoda nimadir o'rgangan bo'lsangiz, albatta kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, chunki bu mini kursning birinchi darsi, bundan keyingi darslar chiqadi. Unreal Engine'ni anchagina o'rganamiz. Va like bosib qo'ysangiz, yana ham xursand bo'lamiz. Ana endi videoning qolgan qismida, agar sizga qiziq bo'lsa, bizdagi Unreal Engine bo'yicha professional video kurs haqida ma'lumot beraman. Bizda Unreal Engine bo'yicha professional video kurs bor. Video kursda juda ham ko'plab narsalar maydalab tushuntirilgan. Kurs haqida batafsil ma'lumotni idars.uz dan olishingiz mumkin. Hozir ko'rsataman qanaqa olishni. Shunchaki idars.uz ga kirasiz va u yerda mana video kurslar bossak, video kurslarga keladi.
Pastda mana Unreal Engine bo'yicha kurs bor. Bu yerda qisqacha umumiy ma'lumotni ham ko'rishingiz mumkin yoki ustiga bosib barcha ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma narsa bor, narxidan tortib nimalar borligicha. Albatta narxlarda chegirmalar bor. Buning uchun o'zimizga murojaat qilasiz. Bu yerda kursning taqdimot videosini ko'rishingiz mumkin. Mana shu sahnani ham biz tayyorlaymiz. Malibuni emas, tayyor Malibuni olib kiramiz. Lekin mana shu sahnani biz o'sha kurs tayyorlaymiz. Bu bitta sahna, yana bitta sahna tayyorlangan. Faqat bu sahnalarni tayyorlash emas, juda ham ko'p narsa maydalab tushuntirilgan. Mana darslar soni, hamma umumiy ma'lumotlar bor va mana bu yerda mundarijaga kirsangiz, kursdagi har bitta darsni nomini ko'rishingiz mumkin mana. Kursni sotib olish uchun oddiy savatchaga qo'shamiz va bu yerdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta narxlarda o'ziga xos shartlar asosida chegirmalar bor.